Hammaga salom bo'ldi. Sizlar men yana O'sha Nightboy. Bolalar, bugungi videoda hacker haqida gaplashamiz. O'tgan videomizda prevyusiga juda ham ko'p obunachilar negativ kommentariy yozishdi. Lekin men bekorga prevyuga avariya tasvirini qo'ymagan edim. Hozir men sizlarga hacker avariya bo'lgan videosini qo'yib beraman. Qanunda ekran qarshisiga yaxshi joylashishni biz boshladik. Так положено. Mana shu o'tiruvdan oldiga. Biza mashina to'g'ri ketib qoldi bu tomondan. Mashinaga urildi. O'sha katta janjal bo'lyapti hali. Ikkita mashina bega. Mana shu dahshat chiqqan mashinadan. Xudoga shukr, omon qoldim. Ayollar. Mana bolalar, hacker avariya bo'lganini qo'yib berdim sizlarga. Bu narsaga ko'pchilik ishonmadi, lekin bu narsa haqiqat. Siz bu videoni qayerdan oldingiz desanglar, men hacker bilan tanishman, u menga avariya bo'lgan videosini tashlab berdi. Lekin shunday bo'lgan bo'lsa ham hacker hali qaytar ekan. Agarda hacker qaytishni xohlasanglar, men aytgan shartlarni bajarsanglar, men hackerga tezroq qaytish kerakligini aytaman. Shartlari shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada hacker comeback so'zini yozib ketinglar va men hackerga tezroq qaytish kerakligini aytaman. Hackerga aytganimni Telegram kanalimga tashlayman va hacker mening gapimga nima javob berganini ham Telegram kanalimda topsanglar bo'ladi. Ya'ni Telegram kanalimga javobini ham tashlayman. Videomizni ko'rganingiz uchun barchaga rahmat. Keyingi videomizda Yasigo nega video chiqarmayotgani haqida gaplashamiz. Qanunda bye bye hammaga.